Hammaga ma'lumki, Quyosh sistemasida 8 chong sayyora bor bo'lib, har bir sayyora o'z orbitasida aylanib harakat qiladi. Bu 8 chong sayyora bir-biriga ta'sir ko'rsatib, o'zaro cheklab bir-birining aylanish yo'nalishi va bo'ling'inish sur'atini belgilaydi. Yer shari ham shundoq. Uning ustiga bizning yer shari nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. U yer sharining geologik, ekologik muhitining alohida bo'lganligidan emas, balki faqat bizning yer sharida hayotlik bo'lganligi uchun. Agar yer sharining tashqi muhitida o'zgarish bo'lsa, yer shari o'zining ekologiyasini davomli saqlab qolishi tezga to'xtaydi. Masalan, yer sharining atrofida faqat birla tabiiy sun'iy hamroh bor. Oy sharining mavjud bo'lib turishi yer sharini kecha-kunduz farqiga ayirdi. Yana yer shariga hujum qilgan nurg'un kichik sayyorlarni meteorit qalqini bo'lib yer shariga yaqinlashqala qo'ymadi. Lekin agar kim bizning yer sharining eng cho'ng qo'g'dug'ichisi desak, eng avval tilga oldig'inimiz Yupiter. Yupiter bo'lsa Quyosh sistemasiga eng cho'ng planet. Uning yer shari bilan bo'lgan orliqi taxminan 700 million kilometr. Qoida bo'yicha aytganda u bizning yer shariga hech qanday cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin nima uchun u izchil kishilar tomonidan yer sharining qo'g'dug'ichi ilohiy deb atalgan? Bu hikoyani yana necha 10 yil burunqi bir qadimlik astronomiyalik ajoyib manzardan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. 1993-yili Amerikalik ikki olim bir quyruqli yulduzni ko'zitib, bir g'alati quyruqli yulduzni bayqadi. Ya'ni Sumuklo 9-numar. Ayni vaqtda olimlar bu sun'iy hamrohni har vaqt nazorat qilib turgan edi. Aslidagi sayyorlarning aylanish orbitasidan ayrilib, Quyosh sistemasini cho'ridab aylanishga boshlagan. Olimlar ko'pgina ichida insikiy hisoblash orqali kishini hayron qoldiradigan bir hodisani bayqadi. Ya'ni bu quyruqli yulduz Yupiterni cho'ridab aylanayotgan bo'lib, Yupiterning tortish kuchi nihoyatda cho'ng bo'lg'achqa Sumuklo 9-numar uning tortish kuchiga uchrab, bara-bara unga yaqinlashishga boshlaydi. Shuning bilan olimlar bu quyruqli yulduzni Yupiter bilan so'qilib ketadi deb faraz qilishdi. Bu tarixda kamdan-kam uchraydigan astronomiyalik ajoyib manzar bo'lib qoldi. Olimlar hayron qolish bilan birga cho'nqur andishaga tushdi. Agar bu quyruqli yulduz rostla Yupiter bilan so'qilib ketsa, undaqda paydo bo'lgan meteorit parchalari insonlarning hayotiga tahdid soladigan qotil bo'lib qolishi mumkin. Chunki dinozavrning nasl qurib ketishini keltirib chiqargan bosh jinoyatimi dal g'oya zo'r meteorit parchalari. Agar quyruqli yulduz Yupiter bilan so'qilib ketsa, biz insonlar balkim dinozavrlar bosgan izni qaytadan besishimiz mumkin. 1994-yili yer sharidagi millionlagan kishi Quyosh sistemasiga kishining ishongisi kelmaydigan bu bir qatimliq so'qilish voqeasiga shohid bo'lgan. Sonsizlagan kishilar osmon jismlarining so'qilishi elib kelgan g'oya zo'r kuch qudratidan cho'chigan. Bu kichik sayyorning hajmi cho'ng bo'lib qolmay, uning yo'tkilish sur'ati mo ovoz sur'atining 176 hassasiga to'g'ri kelgan. Olimlarning ko'zish orqali Sumuklo 9-numar Yupiterga aram 110 ming kilometr keladigan joyga yetib borganda, u Yupiterning kuchli tortish kuchi tarafidan parchalanib, parcha-parcha bo'lib ketgan. Uning ustiga bu parchalarning umumiy uzunligi 5 million kilometrdan oshadigan bo'lib, 1994-yili 7-ayning 16-kuni quyruq yulduzning parchasi Yupiter atmosfera qatlamiga orqa-orqadan kirgan. 18-chislar soat 3:30 o'tganda dunyodagi eng cho'ng astronomiya teleskopi quyruq yulduzning eng cho'ng parchasining Yupiterga so'qilish jarayonini xotirlagan. Diametri 32 kilometrga yetadigan bu parchaning so'qilgan daqiqada qo'yib bergan energiyasi 3 trillion tonna TNT portlatqich dorisiga barobar keladi. 19-iyul kech soat 6:30 o'tganda shiddatli so'qilishda Yupiterning janubiy yarim shari portlab, diametri 30 ming kilometr keladigan qora dog' paydo qilgan. Qo'yib bergan energiya 250 million atom bombasi qo'yib bergan energiyaga barobar. Statistikaga asoslanganda 17-iyuldan 22-iyulgacha bo'lgan 5 kunda Yupiter 2 milliard atom bombasining bombardimoniga uchirganchilik zarbiga uchirgan. Ham uzunligi necha 10 ming kilometr keladigan 4 cho'ng azgalni qoldirib qo'ygan. O'rakning diametri yer sharining necha 10 siga to'g'ri keldi ekan. O'ylab boqayli. Agar Yupiterning to'sqinligi bo'lmagan bo'lsa, meteorit udul yer shari qarab uchib keldi-da, biz insonlarning hech qanday qarshilik ko'rsatish fursatimiz bo'lmasligi mumkin edi. Olimlarning tadqiq qilib tahlil qilishicha, bizning Quyosh sistemamizning sirti necha 100 million quyruq yulduzdan tarkib topgan. Quyruq yulduzdan tuzilgan quyruq yulduz balbig'i bo'lib, o'tgan necha yilda quyruq yulduzi yuz bergan tortish kuchi va daraxt to'yishga qatorliq masalalar doimligidek bir qism quyruq yulduzlar balbig'idan ayrilib, Quyosh sistemasiga kirib kelgan. Ba'zilari faqat Quyosh sistemasidan o'tib ketgan, lekin ba'zilari Sumuklo 9-numarga o'xshash Quyosh sistemasidagi sayyorlar tarafidan tutib olinadi. Hatto bevosita sayyoraga etilib boradi. Xalqning hayot vaqtida olamda oz degandimi 20 million kichik sayyora yer shariga vayron qilish xarakterlik ofat elib kelishi mumkin degan. Lekin Yupiterning qo'g'dishi ostida 95% ga yaqin xatar Yupiter tarafidan to'sib olinadi. Eshib qolgan 5% qo'g'dug'ichi bo'lsa Oy shari va yer shari atmosfera qatlam bo'lib, bularning qo'g'dishi bo'lganda yer sharining hayotlik va barliq mavjudotlarning necha 100 millionga yaqin qo'g'dug'ili bo'ladi. Yer shariga nisbatan Yupiter kam bo'lsa bo'lmaydi. Agar kunlarning birida Yupiter tuyoqsiz yo'qolib ketsa, bizning yer sharimo ko'zni yumib ochqicha yo'qolib ketishi mumkin degan qarash
amaliyotda ozroqmi mubolag'a qilingan emas. Qandaqli bo'lmasin, Quyosh sistemasida Yupiter Quyoshdan boshqa massasi eng cho'ng planet hamda Yupiterning atrofidagi tabiiy sun'iy hamroh 79 ga yetadi. Agar bu sun'iy hamrohlar tuyuqsiz ayrilib qolsa, ular necha yuz million yil davr qilgan Yupiter yer markazining tortish kuchi bo'lmagan cheklimasi ostida hamma yerda uchib yurib yer shariga so'qilib ketishi mumkin. Lekin yer shariga so'qilib ketganda barliq hayotliq, hatto yer sharimi mavjud bo'lmaydi. Uning ustiga Yupiter tuyuqsiz yo'qolib ketsa, Quyosh sistemasining sirtqi tarafidagi tortish kuchi manbasidan ayrilib qoladi. Yer shari Quyoshning tortish kuchi tarafidan tortib ketiladi. Yer shari yangi bir aylanish orbitasiga kiradi. Bu aylanish orbitasi balkim boyaydigan 95% xatarni yer sharidan to'sib oladigan Yupiterning orbitasi bo'lishi mumkin. Yoki uningdan yaqinroq vaqtda yer shari bilan Quyosh o'rtasidagi araliqning qisqarib ketishi sababli yer shari magmalarining etilib chiqishi. Yer shari temperaturasining o'rlishi bilan ikki qutb muzliqi erib yer sharini haqiqiy suv shariga aylanishni keltirib chiqarishi mumkin. Amaliyotda yer sharidagi hayotliq necha yuz million yil vaqt ichida o'ngishli ko'payalaydi va tadrijiy taraqqiy qila oladi. Muqim geologiya va yer oy sistemasidan boshqa Quyosh sistemasidagi har bir sayyorami buning bilan zich munosabatlik bo'lib, buning ichida bir tili kam bo'lib qolsa, yer shari hozirqiga o'xshamasligi mumkin. Hatto bizning yer sharimi allaqachon vayron bo'lib, koinotdan yo'qolib ketishi mumkin. Bugungi mazmunlar mushu dayoqlashdi. Agar bu mazmun sizga zarit yarg'an bo'lsa, Sinchiq sinfilm salonining taraqqiyoti uchun bir necha sekund vaqtingizni chiqarib bizni qo'llashni unutmang.